rahmatulloh. Bugun sizlar mashina uchun fruktlarni yeb ko'ramiz, ya'ni marakuya. Undan oldin sizlarga marakuyani qatdan xarid qilganimni tushuntirib bermoqchiman. Korzinka Go приложениесini skачать qilib, aynan o'sha приложениеga kirasizlar va u yerdan frukti bo'limiga o'tib, mana shunaqa yavichni fruktlarni zakaz qilasiz. Ramazon uchun ham alohida skidkalar e'lon qilingan. Endi va eng qizig'i, agarda sizlar 250 ming so'mdan ko'proq narsa zakaz qilsanglar, sizlarga dostavka yetkazib berish xizmati bepul bo'ladi. Вообще-то toshga mo'lab yetkazib berish xizmatlari ham mavjud. Lotdan faqat bunaqa fruktlar emas, prям полный bozor qilsanglar bo'ladi. Просто onlayn magazin mevani arzon qilib ko'ramiz. To'la, вообще gap yo'q. Demak, tonani nisi bo'ladi? Bilmadim. Yomon слишком tanish, tamam, urug'lar yoqmadi-no. Mana bu hammaga umuman gaplashib mumkin emas. Pastdagi ssilka orqali bemalol o'sha приложение skачать qilib va buyurtma berishingiz mumkin.